Varshilardan ham Xudo rozi bo'lsin. Shundan ravot qilyaptiki, bitta teshik topolmaysiz ichkariga qaragan, to'g'rimi? Shundan ravot qo'yish vojib o'zi aslida. Qimmat demoqchi emasman. Ichkari ko'rinmaydigan darvoza qo'yish vojib. Lekin bir odam mana hozir qimmat ravotlar bor, 40 millionlik, 30 millionlik ravotlar bor. Undan ham qimmati bor-ku. Qo'ydi zo'r ravot. Nimaga desa, ha endi qo'yaylik, endi pulni topdik. Kimsan palonchi biz desa, o'sha ravot chirib ketgungacha bunga gunoh yoziladi. Lekin bir odam 7 millionga ravot qo'ydi. Aytilgandek hech qatdan hech nima ko'rinmaydi. Nimaga qo'ydingiz desa, ba'zi bir tushunmagan odamlar chaqiryapti, ravot teshigidan qarayapti. Uyda onam bor, opam bor, singlim bor, qizim bor, xotinim bor. Shunga ko'z tushib qolmasin deyapti. O'sha ravot chirib ketgungacha bunga savob yoziladi. Islom yulduzi kanali.